Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentni o'zgartirgan, ammo doimo bahs markazida bo'lgan shaxs. Oddiy tadbirkordan poytaxt hokimigacha bo'lgan yo'l. U faqatgina biznesda emas, balki siyosatda ham o'z izini qoldirdi. Hokimlikkacha bo'lgan yillarda Ortiqxo'jayev O'zbekistonning eng yirik biznes imperiyalaridan birini yaratdi. Akfa va Artel brendlari orqali mamlakat bozorida yangi standartlarni joriy qildi. Plastmassa romlaridan tortib maishiy texnika va elektronika sanoatigacha. Bu nomlar uning tadbirkorlik qarashlari va katta ambitsiyalaridan dalolat edi. Ortiqxo'jayev nafaqat biznesmen, balki butun bir sanoatning yuzini o'zgartirgan shaxs sifatida tanildi. Ortiqxo'jayevning ismi Toshkentdagi eng katta qurilish loyihalari, baland minoralar va ulkan rejalar bilan bog'liq. Unga tarafdorlar shaharni yangilayotgan inson desa, tanqidchilar o'ta shoshqaloq islohotchi deb qarashdi. 2018-yilda hokimlik tepasiga kelganida Toshkent oldida juda ko'p muammolar turgan edi. Ya'ni uy-joy tanqisligi, transport va eski infratuzilma. Ortiqxo'jayev o'ziga xos uslubda ish boshladi. Tezlik, bosim va ko'plab kutilmagan qarorlar. Uning davrida poytaxtning qiyofasi o'zgardi. Yangi turar joylar, zamonaviy majmualar, xalqaro miqyosdagi loyihalar. Shu bilan birga bu jarayonlar ko'plab mojarolar, muhokamalar va noroziliklarni ham keltirib chiqardi. Yo'masa, men bugun hokimman. Men o'zimning pulimga, mablag'imga xarajat qilib remont qildim. Mendan keyingi hokim bo'tga gaslisiga beradi. Ortiqxo'jayevning hokimlik faoliyati bu faqat rasmiy qarorlar emas, balki katta shaxsiy ambitsiyalar, siyosiy o'yinlar va jamoatchilik bosimi tarixidir. Bugun ham u haqidagi bahslar tinmagan. Kimdir uni Toshkentni zamonaviy shahar qilgan lider sifatida eslasa, boshqalar uni eng ko'p tanqid qilingan hokimlardan biri sifatida ko'radi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent tarixiga muhr bosgan, taqdirini shahar bilan chambarchas bog'lagan inson. Yanada qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'lishni unutmang. Sifat ishlasangiz, aql sotasiz, mehnat ko'p, kolleksiya ko'paytirsangiz mehnat sotasiz. O'qigan sanlaringiz